Qurilish boshlab qo'yibdi akalar. Siz ham qurilishingiz bitdi, lekin sokil qismiga kelganda qanaqa grantdan qilishni o'ylab turibsiz hali ham. Angola biliklar endi menimcha sekin modadan qolyapti. Sizga yangilik taklif qilmoqchiman, bitta ko'rib o'ting. Ushbu toshimizning nomi yashil zarli Golden Green. Sokilimizni razmerlari bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, nolimiz 9,5 cm, Lentasi esa 8 lik, kantimiz 4 cm, granitimizni listi esa 40 santlik. yana kantimiz 4 cm, Yana bitta bir pog'ona list qo'yganmiz, bu ham 8 lik. qoppog'imiz 9,5 cm bo'lgan. Sokilga vid beradigan plunts bo'ladi, 6 lik plunts qo'yganmiz. Va lekin shogirdlar ham gap yo'q. Toshga qiziqib telefondan xuddi shuna svetdan qilib qo'yibdi. Ushbu xizmatni ichiga ko'p turganlarning har bitta detalni ideal holatda kesilishi, plunslari har bittasi chaqlanishi, bitta sokilimizda bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta qismi chaqlovi bor. Chaqlovlarning har bittasi zavodskiy ustanovlarda chaqlangan va polirovkalangan bo'ladi. Xuddi shu ko'rinishda yig'ilmagan holatda yarim tayyor mahsulotimiz tayyor bo'ladi. Ushbu sokil variantimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, nomer qoldirib o'tyapman. Aloqaga chiqsangiz to'liq tafsilotlarni tushuntirib o'tamiz. He?